Endi hozir biz o'zim qo'limga bir Bobur Bobomurodni bir she'ri tushib qoldi, shuni aytdik. Farzandlar nidosi degan. Uni mana navolarda, radiolarda berib turibdi. Ko'p oshna og'aylar ham, odamlar ham so'raydi, yaxshi narsa tayyorlabsiz. Qani shuni bir ko'ringlar. Ketdik.
Ajoyib, qoyil. Juda ham ta'sirli bo'lgan, ko'zga yosh kelib. Shuni tayyorladik. O'zlariga eshittirdik Bobur Bobomurodni. Endi buni ancha ayrim yerda endi she'r yozilaveradi, hozir aytmaydi, ozgina so'zlarini sal to'g'rilaysiz. Endi biz shoir bo'lishga da'vogar